Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi ototkalarimiz mumkin bo'lgan olinganiga Xudo xohlasa bugun urug'lanib boshladi. Ototkalarimiz bu tarafda ham bor. Keyin narigi taraflarda ham bor. Ototkalar Xudo xohlasa yana bir kunlarda rasplotlarda yaxshi yopib 2-3 ramka to'liq rasplot bo'ladi Xudo xohlasa. Vaziyat va holatini ko'ramiz hozir. Mana bu yangi olingan ototkalarning holati. Telefonda ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim-ku, kulni guruhi bor. Telefonda ko'rinmayapti. Xudo xohlasa rasplotlarni yopib qoladi. Atotka olishda qanaqa qilib olish yaxshi atotkani? 2 ramka rasplot da karmoviy ramkami yoki bitta rasplot da karmoviy ramkami? O'z fikrlaringizni yozib qolasizlar degan umiddaman. Qaysi holatda olgan yaxshi? Chumollarım kiryapti. Bu tarafda ham bor. Shu ikkita rasplot da karmoviy ramka olgan yaxshimi yoki bitta karmoviy ramka, bitta rasplot olgan yaxshimi atotka olayotganda? Kim qanaqa usulda oladi atotkani? Bu tomonda urug'lanib o'zi yaxshiga oila sifatiga kirib qolgan bular. 2, 4, 6 ikkitasi karmoviy ramka bo'lsa ham 6 ramka rasplot bor. Bu oilamizda, atotkamizda. Keyin necha ramka rasplot bo'lgandan keyin katta yashiklarga olgan yaxshi. Mana bu tarafdagi atotkalarimiz kirib chiqishi ham yaxshi, Xudo xohlasa.